Assalamu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun qandoq qilgan vaqtida bolalarni aqlliq cho'ng qilg'ili bo'ladi degan temada qisqacha bir leksiya so'zlab o'tmoqchi. Mening bu leksiyani so'zlashimning asosli sababi ba'zi qarindoshlar mendan shu bolalarni aqlliq qiladigan dori bormi degandagidek savollarni so'ragan. Amaliyotdami bu bolalarni qandoq qilib aqlliq cho'ng qilish har bir ota-onaga nisbatan nihoyatda muhim bo'lib, men bugun o'zimniki bu vaqtda izlanganlarni sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi. Hammanglarning diqqat berishini umid qilaman. Bizda aql yoshda emas, boshda deydigan ot so'zi bo'lib, uning asosli ma'nosi aql yoshning cho'ng'ishiga ergishib cho'ng'ib mangmaydi degan ma'noda. Yoshning cho'ng'ishiga va o'rgangan narsalarning ko'payishiga ergishib insonning bilimi eshib bordi. Biroq inson ma'lum yoshga borgandan keyin, bo'libmi balog'atga yetgandan keyin uning aqlida cho'ng o'zgarish bo'lmaydi. Bala tug'ilgandan keyin toki balog'atga yetguncha uning beshi yo'g'inab mangadi. Mundaqcha aytgan vaqtida mengisi taraqqiy qilib boradi. Balog'atga yetgandan keyin boshning yo'g'inishi to'xtaydi. Ya'ni mengimi to'liq taraqqiy qilib yetilgan bo'ladi. Uningdan keyin yosh cho'ng'iydi, biroq bosh cho'ng'aymaydi. Demak, balog'atga yetgandan keyin yoshning cho'ng'ishiga ergishib odamning aqlida cho'ng o'zgarish bo'lmaydi. Balalarniki kelgusida aqlliq bo'lish bo'lmasligi tug'ilgan vaqtidan burunqi tug'ma omillardan boshqa tug'ilgandan keyingi mushu toki balog'atga yetguncha bo'lgan bu orliqdagi har xil tashqi va ichki omillar balaninki kelgusida aqlliq bo'lish bo'lmaslikda nihoyatda muhim. Shunglashqa ota-onalar bu mezgilda agar balaga to'g'ri usulda tarbiyalash ilib borsa, bala kelgusida aqlliq bo'lishi mumkin. Agar xato usulda tarbiyalash ilib borsa, bala uncha aqlliq bo'lmasligi mumkin. Ya'ni aqli taraqqiy qilmasligi mumkin. Undaqda aql tug'ma bo'lamdi yoki tug'ilgandan keyin barbara taraqqiy qilamdi. Bu hozir qadar izchil munozara qilinib kelgan masala bo'lib, ko'pincha mutaxassislarningki qarashicha insonning aql farosatining eng yuqori cheki tug'ma bo'lib, uning qaysi darajada joriy qildirilishi tashqi muhitga, ya'ni inson tug'ilgandan keyingi ko'p xil omillar bilan munosabatlik. Bala biroz dut tug'ilib qolgan vaqtida yoki aqli tuvan tug'ilib qolgan vaqtida balani aqlli qiladigan dori bormi? Biror dori ishlatib, mush balalarningki aqlni ochqili, aqlini taraqqiy qildirg'ili bo'lamdi. Mening bilishimcha hozircha undaq bir dori yo'q. Bo'libmi bak ko'pincha mutaxassislarningki qarashicha balaninki aql parasatining eng yuqori cheki tug'ma bo'lib, uni biz faqat shu chek ichida belgilik darajada taraqqiy qildira oladiganligini g'imizni bildirmoqda. Shunglashqa bundaq bir ahvol ostida balaninki aqlini dori ishlatib aqlli qilish asosan mumkin emas. Kam deganda hozirgi mushu bizningki bilgan bilim doiramiz ichida bu xil ehtimollik yo'q. Albatta kelgusida insonlar tadqiqot qilish orqali texmi ko'p yangiliklarni bayqagan vaqtida yangicha usullar chiqishi mumkin. Lekin hozircha balani
aqlli qiladigan undaq bir dori yo'q. Undaqda qandaq qilgan vaqtida balalarning aqlini eng yuqori darajada taraqqiy qildirg'ili, ya'ni balalarni aqlli qilib cho'ng qilg'ili bo'ldi degan vaqtida mutaxassislar uningga o'xshamagan jihatda har xil tavsiyalarni berib, ko'pincha ota-onalar shu xil tavsiyalar bilan bolalarni tarbiyalamoqda. Men tövende mushu o'zimning izlangan materiallarga asosan o'zim muhim deb qaragan ba'zi tavsiyalarni ota-onalarga sunmoqchi. Birinchi, bu ko'pincha mutaxassislarningki tavsiyasi bo'lib, balalarga kichik vaqtidan boshlab muzika o'rgatish. Ya'ni biror chalg'u asbob chalishni o'rgatish balalarning aql parostini taraqqiy qildirishda nihoyatda muhim deb qaralgan. Ya'ni tadqiqot natijasiga asoslangan vaqtida muzika darslari balalarningki zihnini ichib, balalarni texmi aqlli qiladiganligi ma'lum. Bu ko'pincha mutaxassislarga nisbatan o'rtaq tavsiya hisoblanib, haqiqatan mushu muzika chalishni, ya'ni kichik vaqtida muzika chalishni o'rgangan balalarning kelgusida alohida aqlli bo'ladiganligi ma'lum. Ikkinchisi, harakatni yoki har xil faoliyatni ko'p qilish, qo'l tavirtish, har xil faoliyatlarga aktiv qatnashtirish. Tadqiqot natijasiga asoslangan vaqtida 3 oy harakat qilgandan keyin miyaning asli tutish va o'rganishga mas'ul qisminingki qon aylanishninki 30% oshganligi ma'lum bo'lgan. Ya'ni miyaning taraqqiyotida miyadagi qon aylanish nihoyatda muhim. Qon aylanishi orqali miyaga ehtiyojli bo'lgan ozuqliq va oksigenlar yetib bordi. Miya yetarlik ozuqliq va oksigenga erishgandan keyin yaxshi taraqqiy qiladi. Bundaq bolalarmi cho'ng bo'lganda aqlli cho'ng bo'ladi. Üçüncüsü, balalarga kitap o'qib bermasdan, balki balalar bilan birga kitap o'qish. Balalar bilan kitap o'qiganda, bo'libmi, bola xat tonishga boshlaganda bolani so'zlarga diqqat qilishga undash, kitobni ular bilan birga o'qish balalarning o'qish iqtidorini yetildirishga ko'p foydali. To'rtinchisi, balalarning yetarlik uxlashiga kafolat qilish. Bola tug'ilgandan keyin toki 13-14 yoshgacha o'xshamagan yoshda balalarning uxlashga bo'lgan ehtiyoji alohida farqli bo'lib, hammamiz bilgandek, yangi tug'ilgan bola kuniga 18 soat uxlasa, 14-15 yoshga kirgan vaqtida kam deganda 10 soat uxlashga ehtiyojli. Mushu balalarningki yetarlik uxlashiga kafolat qilish balalarningki aql parostinining sog'lom yetilishida alohida muhim. Tadqiqot natijasiga asoslanganda kunda 1 soat kam uxlaganda 6-yillikda o'qiyotgan balaning aqli 4-yillikda o'qiyotgan balaning aqliga chekinib ketadiganligi ma'lum. Ya'ni demak, bu uyqu ninki yetarlik bo'lishi, sifatlik bo'lishi balalarningki aql farosatlik bo'lib cho'ng bo'lishida alohida ahamiyatlik. 5-chi, balalarni irodalik, chidamliq, mustaqil, intizomchan va o'z-o'zini kontrol qila oladigan qilib tarbiyalash bu balalarningki kelgusi uchun nihoyatda muhim. Necha 10 turlik tadqiqot shuni isbotladiki, iroda muvaffaqiyat qozonishda hal qilg'uch rol o'ynaydigan muhim omildir. 6-si, o'rganish jarayoni passiv jarayon bo'lmasdan, u bir xil aktiv jarayon. Miyamiz bir narsani
anglash orqali emas, balki ko'rish, qo'l tavritib qilish orqali texmi yaxshi o'rganadi. Shunga bolalarni o'rganishga majburlash emas, balki qiziqtirish, o'zi qo'l tavritib bir ishlarni qilish bolalarni aqlli qilib tarbiyalashda alohida ahamiyatga ega. Yettinchisi, bolalarni sog'lom ozuqlantirish va bolalarning ozuqliq tangpongligiga alohida ahamiyat berish. Mayli bolaning sog'lom o'sib yetilish bo'lsin va yoki bolaning mingisining taraqqiy qilishi bo'lsin, hammasi yetarlik ozuqliqqa ehtiyojliq. Ba'zilar yong'oqninki shaklining mingiga o'xshaydiganligiga qarab yong'oqni mingiga foydaliq deb qaraydi. Albatta bu xato emas. U hargizmi yong'oqning shakliniki mingiga o'xshaydiganligi sababidan emas, balki yong'oqning tarkibida mingiga ehtiyojli bo'lgan muhim moddalar bo'lganligi uchun muvaffaq holda yong'oqni iste'mol qilish mingining taraqqiy qilishiga alohida foydali. Lekin bu yolg'iz yong'oqdila bo'lib qolmasdan, balki shu mingiga ehtiyojli moddalar bo'lgan boshqa shakldagi shu mig'izliq quruq yelimishlarning hammasida mingiga foydali moddalar bor. Lekin bu moddalarni qancha ko'p iste'mol qilgan vaqtida, ya'ni bu mig'izliq yelimishlarni qancha ko'p iste'mol qilgan vaqtida mingiga shuncha foydali degan gap emas. Chunki mingining u moddalarga bo'lgan ehtiyoji nihoyatda to'g'ri bo'lganligi uchun shu ehtiyoj qondirilsa, sog'lomlik maqsadga yetkili bo'ladi. Bu yerdagi masala kuniga u mig'izliq yemekliklardan qancha ko'p iste'mol qilish emas, balki oz miqdorda uzun muddat iste'mol qilish texmo muhim ahamiyatga ega deb qarashga bo'ladi. Bu yemekliklarniki tangpungligi va o'sib yetilayotgan bolalarga yetarlik ozuqliq ta'minlash bolalarniki sog'lom, aqlli o'sib yetilishda alohida muhim. 8-si bolalarni baxtli qilib tarbiyalash. Bolani baxtli qilib tarbiyalashning birinchi qadami baxtli ota-ona bo'lish. Bolalar baxtli cho'ng qilingan vaqtida, ya'ni baxtli oilada, inoq oilada cho'ng bo'lgan vaqtida kelgusida muvaffaqiyat qozongan baxtli odam bo'lish ehtimoli alohida yuqori. Ya'ni biz bolamizni aqlli qilib tarbiyalaymiz deb, lekin oilada har kuni urush jidal bo'lgan vaqtida, baxtli bir muhit yaratilmagan vaqtida bu bolaninki o'sib yetilishga bo'libmi, psixik jihatda sog'lom o'sib yetilishga alohida ta'sir ko'rsatadi. Bolaning psixikasi sog'lom o'sib yetilmagan vaqtida u bolaning aql farosatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shunlashqa bolaninki aqlliq sog'lom cho'ng bo'lish uchun oilaning inoqligi, oilaning baxtligi alohida muhim. 9-si bolalarni aqlli bolalar bilan birga o'ynatish, birga faoliyat elib berish. Bizda qozonning qishiga kelsang qarsi yuqar deydigan ot so'zi bor bo'lib, yaxshi mahallada yashash, yaxshi maktablarga berish va bolalarni aqlli, yaxshi bolalar bilan aralashishga kafolatlik qilish bolalarning kelgusida aqlli cho'ng bo'lishida bakla muhim. Bola bir tarafdan ota-onadan o'rgansa, yana bir tarafdan o'zi bilan yoshda farqlanmaydigan kichik bolalardan o'rganadi. Agar atrofdagi bolalar yaxshi bo'lmasa, ya'ni axloqiy va har xil jihatdan yaxshi tarbiyalanmagan bolalar bo'lib qolsa, bola undaq bolalar bilan aralashganda yomon o'rganib qilishi, anandan keyin uningki sog'lom o'sib yetilishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.
O'ninchisi balalarga ishonish. Balalarning aqlliq ekanligiga ishonish, ularni rag'batlantirish, ularni qo'l tavritib bir ish qilishga rag'batlantirish. Ularning aqlliq bo'lib yetishib chiqishida alohida muhim rol o'ynaydi. Ya'ni balalarni döt deb haqoratlash yoki sen uni qilolmaysan, sen buni qilolmaysan deb balalarningki ro'yini sundirish, balalarning aqlliq cho'ng bo'lishiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan omillar bo'lib, balalarga ishonish, balalarni rag'batlantirish, balalarni jasoratlantirish, balaninki o'ziga ishonishida va kelgusi muvaffaqiyat qozonishda alohida ijobiy rol o'ynaydi. Yuqorqilar shu balalarningki kelgusi aqlliq sog'lom yetilishida alohida muhim bo'lgan omillar bo'lib, undan boshqa balalarning aqliga salbiy ta'sir ko'rsatadigan omillar tövandagi bir necha tarafga ayirishga bo'ladi. Albatta, balalarning aqliga salbiy ta'sir ko'rsatadigan omillar yolg'iz bularla bo'lib qolmasdan, buningdan boshqa omillar bo'lishi mumkin. Men faqatla bu yerda o'zim muhim deb qaragan omillarni tövandagidek tizib chiqdim. Birinchisi balaning oy kuni to'shmay baldur tug'ilib qilish. Ya'ni opa homila bo'lgandan keyin normalda 40 haftada tug'ilish normal bo'lib, 38 haftadan burun tug'ilib qolgan bo'lsa, baldur tug'ilgan bo'ladi. Bala qancha baldur tug'ilib qolgan bo'lsa, uningki aql farosatiga shuncha ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ikkinchisi miya zaxmlanish va har xil kasallik bo'libmi, miya kasalligi sababidan miyaniki sog'lom o'sib yetilishiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ya'ni bala bo'libmi bak kichik vaqtida, bo'voq vaqtida karvatdan tushib ketish yoki yiqilib tushish garchi ayni vaqtida alohida cho'ng zaxma paydo qilmagan bo'lsa-mu, biroq u miyaningki sog'lom o'sib yetishiga bo'libmi kelgusida balaning aql farosatiga biz bilinmaydigan ta'sirlarni ko'rsatishi mumkin. Shunlashqa shu bala kichik vaqtida uningki yiqilib tushishidan alohida saqlanishimiz nihoyat muhim. Uchinchisi miyaga qon va oksigen yetishmaslik. Ya'ni balaninki nafsi yaxshi bo'lmagan vaqtida yoki bo'lmasa qon aylanishi yaxshi bo'lmagan vaqtida miyaga qon yetishmaydigan ahvol bo'ldi. Bu qon miyaga boradigan oziqlik bilan oksigenni shu qon to'shig'anligi uchun qon yetishmagan vaqtidami oksigen yetishmaslik kelib chiqadi. Anandan keyin balaning nafas ilishi yaxshi bo'lmagan vaqtidami balada oksigen yetishmaslik kelib chiqadi. Bular hammasi miyaga bevosita ta'sir ko'rsatib, balaning aql farosatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. To'rtinchisi oziqlik yetishmaslik. Oziqlik tangpungsizligi. Men yuqorida deb o'tdim, balaning sog'lom, aqlliq cho'ng bo'lishida oziqlik alohida muhim rol o'ynaydi. Agar balaga oziqlik yetishmagan vaqtida yoki bo'lmasa oziqlik tangpungligi yaxshi bo'lmagan vaqtida balaning aql farosatiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Beshinchisi yetarlik uxlamaslik, uyqusi kam bo'lish. Bumu balaninki sog'lom aqlliq o'sib yetilishda alohida muhim. Agar bala yetarlik uxlamagan vaqtida, uyqusi kam bo'lgan vaqtida balaninki aql farosatiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Oltinchisi har xil ruhiy besim va psixikalik masalalar. Bala o'sib yetilgan muhit sog'lom bo'lmagan vaqtida, oilada urush jidal ko'p bo'lgan vaqtida yoki bo'lmasa maktabdagi o'rganish, oilaniki har xil besimlari yuqori bo'lib ketgan vaqtida balaninki aqlliq cho'ng bo'lishiga ta'sir etishi mumkin. Yettinchisi muhit bulg'unish va har xil zararlik moddalar. Bularmi balaninki sog'lom aqlliq o'sib yetishiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan muhim omil. 8-si oila tarbiyasi va muarif sifati.
Yani oilada tarbiya yaxshi bo'lmagan vaqtida yoki bola borgan maktabniki ma'rifasi tuvan bo'lgan vaqtidami bolaniki sog'lom aqlliq o'sib yetilishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Oxirisida bu qisqa leksiyani amerikalik dangliq jurnalistniki bu so'zi bilan oxirlashtirmoqchi. Aqlli kishilar qovoqxonalarda urush jidal qilmaydi, ammo dud kishilar atom bombasi yasay olmaydi. Ya'ni mundaq aytgan vaqtida agar insonda axloq, fazilat va sevgi muhabbat bo'lmasa, aqlli insonlar haqiqiy darajada xatarlikdir. Shunglashqa bolalarni aqlliq tarbiyalash bilan birga eng muhimi axloq fazilatli qilib tarbiyalash hammadan muhim. Hammanglarning diqqat berganinglar ko'pdan ko'p rahmat. Bugungi bu leksiyani mishada oxirlashtirmoqchi. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Xudoga omonat.